Hurmatli ipak xodimi, shunda mashina shu ikki bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi tog'am. Mumkinmi shu avtotrans avariya bo'lib ketdi sizga. Otangiz berdimi? Dadangiz? Mumkin. Qancha qilasiz? 6 qilasiz, avtotrans boshqarasiz. Mashina kim bolasi bu? Na, açılma. Şurada sigorta oturuyorlar da dedim. Qanday? Ata-oğlanın balasiga elektrik. Hurmatli ipak xodimi, shunda mashina shu ikki bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi tog'am. Mumkinmi shu avtotrans avariya bo'lib ketdi. Akasini azimotidami? Akasini nomeri bor. Kiritib bering. Yok, verme. Evakuator chaqiring. Yok, birinchi gaplasasiz. Urgan incha nomeri. Nechun boshqarasiz? Kim berdi sizga? Otangiz berdimi? Dadangiz? Mumkin emas ekanini bilasizmi? Voyaga yetgandan keyin haydachilik guvohnomasini olgandan keyin boshqarasiz. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma tuziladi. Chaqir. Ha, gaplashib berasizmi? Mana. Sentra katta bolalarni mashina kichkina bolalar boshqarib boshladimi shunda? Gelsene, ne desene? Shundaymi? Gelaver. Katta bolalar mashina kichkina bolalarni deb ko'rgan-ku, to'g'rimi? Bo'ldi endi katta bolalarni deb trenddan tushirdi endi buni. Kichkina bolalarni diyecek endi. Neden vermezsin? Hayırga yubordi sizni. Az gelelim. Ha? Aytan az gelelim. İkinci kısım olan ma'muriy bayonnoma tuzildi. Boshqarish bo'lgan shaxsga boshqarish topshirgani uchun. Topshirgan uchun? Topshirgani uchun. Ben topshirdim. Sizin bolamı? Havo. Kim berdi? Siz bermediniz. Bergen göreceğim ya, vermemiş. Siz bergan bo'lib hisoblanasiz. Balansda siz javob Masın meyde yendi. O ben ya kolumdan meyde demiş o. Balansın. Bala bu. Tiltini olib qo'ysangiz, bermasangiz hayda olmaydi. Apul uyda 2-3 pul olmuş. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzildi. Yaxshi, bergan demang, u bergan demang. Modda bo'yicha. Ha bo'ldi, mashina deganlik bo'yicha. Boshqa qarang, mana bir ogohlantirsa bo'lmaymi? Podpis qo'yib ko'ring. Podpis Otasini chaqirib ogohlantirib bo'lmaymi birinchi marta? Ha bo'ldi. Otasi keldi. Bo'ldi, atası yanına oturun. Balana mindirin. Ogohlantirib bo'lmaymi? Ya, ogohlantirib, qalay ogohlantiradi? Yo'q, misol deyman-da, bir musulmon. Oldu yaxshi.